Assalomu alaykum yig'ilish ishtirokchilari. O'zimizning rejamiz o'z mahallalarga borib yig'ilish o'tkazmoqchimiz. Tadbirkorlar bilan reja qildikki, o'sha bank o'zimizda hujjatlarga hammalari o'sha bankka xizmatlar bo'yicha turli xil xizmatlar bo'yicha tashrif buyurgansizlar va qiziqishlaringiz bor, savollaringiz bor, qo'shimchalar berilib qo'ygan. O'shalarda qo'shimcha tarzda sizlarga yana bir taklif qilamiz xizmatlarimizni. Sizlar orqali boshqa mijozlaringizga ham nima qilasizlar, aytasizlarki, kelsa qo'ldan kelgancha xizmatlarni amalga oshiramiz. Bugungi kunda asosiy yangiliklar kreditlarimiz. Har turda qo'shimcha kreditlarimiz bor. Ko'pchilik mikroqarz, oddiy ijtimoiy kredit, avtokredit, ularni bilasizlar. Qo'shimcha tarzda u kreditlarga qo'shimcha tarzda yangi liniyalarimiz ochilgan, xalqqa qulay bo'lish uchun. Xabaringiz bor, prezidentimizda 7-sonli qaroriga asosan ishsizlik bandlik ta'minlash maqsadida bizda mana bu ishsizlarga mikroqarzlar, oilaviy tadbirkor rivojlantirish uchun qo'shimcha kreditlar joriy etdik, kredit mahsulotlar. Ular asosiy shartlari agar sizning uyingizda turmush o'rtog'ingiz, oila a'zolaringiz qo'shimcha misol sizdan ortiqcha daromad qilib shug'ullanayotgan bo'lsa, o'sha kredit olish istagi bo'ladigan bo'lsa, ularga alohida kreditlarimiz mavjud. Biznesga birinchi qadam kiritimiz bor, biznes mahalla, mini mahalla krediti bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Biznesga birinchi qadam kiritimiz 6.800 ta. O'sha amalga oshirilgandan keyin keyingi bosqichda 17 million. Undan keyingi bosqichda 30 million so'm. Hozir kelyapti 50 tadbirkorlar 17 million, 30 million kamroq qilyapti. 50 million so'mgacha berishingiz mumkin. Kafillik asosida, sug'urta polisi va ta'minot asosida, qo'shimcha ta'minot asosida cheklanmagan. Yana qo'shimcha tarzda hozir ko'pchilikda savol tug'ilyapti, yakka tartibda uylarda yashaydi, qurilishga kreditlaringiz bormi? Qurilish bo'yicha kreditlar mavjud, faqat bu ijtimoiy resurslarda turadiganlarga ruxsat berilgan 120 milliongacha. Uni shartlari mahalla yettiligini yuqorida ta'kidlagandek, rahbarimiz ta'kidlagandek, mahalla yettiligini tavsiyanomasiga asosan beriladi. Pudrat tashkilotga o'sha mahsulot ko'chirib beriladigan ta'minotchi korxonaga ko'chirib beriladi. Pudrat tashkiloti degani ya'ni ishchilarga, uyingizda ishlatasizlar, o'zingiz bank qilgan holda ustalarga, nimalarga ishlik plastik ochib o'shalarga ko'chirib beriladi shart. Unga smetlar, nima hujjatlari, nimalar taxlanadi, ularni o'zlaringiz bilasiz o'zlar. Yana shuningdek, birlamchi turda ipoteka kreditlarimiz bor. Yangi quriladigan uylarda o'zlaringiz to'lov qilib nima qilgan bo'lsangiz, agar kadastrlar mavjud bo'ladigan bo'lsa, bosh orqali 15% yillik 20 yilga, yillik 18% kreditlarimiz mavjud. Yana qo'shimcha turda mikroqarzlarimiz bor, 50 milliongacha kafillik asosida. Savollar bo'lsa bemalol. Qurilish bo'yicha kreditingiz necha foiz? Qurilish bo'yicha oilaviy kredit. Qurilish bo'yicha 17,5%. Bu hammaga o'sha mahalladan tavsiyanoma olib kelsa hammaga beriladimi yoki ijtimoiy ko'makka yordam? Yo'q, ijtimoiy resursda turgan mahalla yettiligiga deyilganda. Ha, bizlarga berilmaydi. Kottejlarda turadiganlarga mikroqarzimiz bor, endi 50 milliongacha o'shani olgansiz, o'sha foydalansangiz bo'lardi. Qurilishga 100 milliongacha beradi mikroqarz. 50 milliondan 100 milliongacha garov asosida. Agar garovingiz bo'lsa, ishsiz bo'lsa ham o'zingiz bank qilgan holatda ekspress mikroqarzimiz bor, ularni beriladi. Masalan, agar kreditga tushmasangiz, ikkinchi kreditlarimiz bor, o'sha olish imkoniyati bor. Yana bundan tashqari bir daha ko'pchilik tadbirkorlar, xususiy korxonalar, maslahat cheklangan jamiyatlar, oilaviy korxonalar uchun ham kreditlarimiz bor. Katta yo'l tadbirkorlik yo'nalishlari bo'yicha. Bugungi kunda mana eshitib ko'rib yuribsizlar, 7 yillik kredit deydi, bor 7 yillik kredit, zalogsiz 100 million so'm kredit. 300 ming sonli qarorga asosan, prezident 300 ming sonli qarorga asosan kichik biznes qo'llab-quvvatlash, kuchaytirish tadbirlari to'g'risida, qo'shimcha tadbirlar to'g'risida 300 ming sonli qarorga asosan 100 million so'm kredit, o'sha zalogsiz, garovsiz o'sha kreditlarni 100 million yog'iga garov mulklari qo'shimcha kafillikda ta'min ko'proq olsangiz ham bo'ladi. Biznes reja loyihalariga qarab o'rganishga. Bundan tashqari yana biznes hamkor imkoniyat hamkor ayoldan
kreditlar, produktlarimiz bor. Ular xuddi tartibda 100 million so'mdan 1 milliardgacha yiriroq loyiha qilsan, u turdagi kreditlarimiz bor. Kreditlar bo'yicha tushuntirib beradigan o'zbek.